Chaqirib olmayman. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana Ideal Plant korxonasidan aqlli kat yo'limiz Farg'onaga qarab yo'l olyapti, xudo xolasa. Akalarimiz gazoblok zavod qurdirishgan. Gazoblok zavodlarini yurgizganlari yo'q ekan. Sababi suvdan problema bo'lyapti ekan. Shu suvning muammosini hal qilish uchun biz korxonamizda ishlab chiqarilgan aqlli kat yo'ldan xarid qilishdi. Unda xudo xolasa bugun olib borib yurgizdirib topshirib berishadi. Kat yo'limiz soatiga 1 tonna 200 litrgacha suv chiqazadi. Issiq suvni doimiy ta'minlab turadi. Eng arzon ekonomik variantda chiqqan, xudo xolasa. Kimga mana shunaqangi kat yo'llar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Bu yerda o'zining qopqoqlari bor. Qopqoqlarini hozir qo'yishgan yo'q, sababi mashinaga ortish jarayonida joyga borgandan qo'yib qo'yishadi. Xullas, kim gazoblok liniyada shunaqangi suvdan muammo bo'lib turgan bo'lsa, mana shu telefon raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mana 91lik 087 84 84 Sulton Teplo Ideal Plant korxonasini. Xullas, O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda dastavka qilib ustanovka qilib beramiz. Kat yo'limizning tan narxi $1500, shu yerda turgan narxi, dastavka ustanovkasini отдельно gaplashiladi. Xudo xolasa, hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.